Qo'shningizdan tortib Nariyo mahalladiylarning kompyuterini qo'ysangiz ham bu blok pitaniyaning quvvati yetadi. Texnik parametrlari: 1600 watt nominal quvvati, 80+ platinum sertifikatiga ega, kondensatorlari full Yaponiya va kuchaytirilgan sovutish tizimiga ega hamda oxirgi avlod videokartalariga mos konnektor va simlar. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda $330 turibdi. Da arzon emas, lekin do'stlar, bunaqa blok pitaniya ham arzon kompyuterlarga qo'yilmaydi. Va bunaqa blok pitaniyani o'zi tegi kimlar oladi? Agarda sizda juda ham kuchli serverli kompyuter bo'lsa, yokida kompyuteringiz ichida ikkita RTX 4090 yokida 5090 lar bo'lsa, boshqa vaziyatda do'stlar bu blok pitaniya sizga ortiqchalik bo'ladi va agar sizda o'rta byudjetli yokida top kompyuter bo'lsa, to mana shu handkey o'zida 1000 talik, 1200 talik blok pitaniya olib qo'ysangiz, sizga yetib ortib beradi. Agar siz ham kompyuteringizga shunaqa mo'shni blok pitaniya qo'yishni niyat qilgan bo'lsangiz, like va podpiska bosib qo'yinglar.